İkinci bölüm. Bezarman. Bu bir canğa tegadigan avarchilik. Bütün bir akşam kızlar bilan quruq gap setishib, ularning sun'iy kulkilari, naz qilib qopqini so'zib, lavlarini purishtirishlarini ko'rib o'ltirman. Bu ish mening uchun zerikishlik va azobliq. Men o'zimning aziz yoshligimning har bir soatiga javobgar. Quruq va ma'nisiz ishga vaqt sarf qilsam, heliqi iroda chingtish to'g'risidagi bergan va'damga amal qilmagan bo'lman. Bo'libmi bugun heliqi go'zalay degan takabbur qiz menikiga mehmonga keladi. U mayli o'z chiroyi bilan qanchalik shuhrat qozonsa qozinaversin, menga baribir. Mening uchun u sat va yiqimsiz. Uning chiroyi mayli boshqa yigitlarni jalb qilaversin, u mening uchun arzimas va zerikishli qiz. Qisqasi mening bu go'zalni ko'rarga ko'zim yo'q. Alam qildig'ini mushu ma'nisiz ishni deb do'stimning ko'ngli uchunla tushdan keyingi 6-7 soatlik vaqtim yemak-ichmak setib olishga sarf qilindi. Shuning oldida raqib yotqimni bezayman deb mazzamni qo'ymadi. U tomga kelamasdi. Kim asqushqa ikki quruq kostyum burulkisi bilan yozliq paltosini akil bosdi. O'rin ko'lpa adiyallarga attir chashdi. Bo'luring ortiqcha raqib. Aralashma, qizlarni bilmagandikin. Men kitobimni o'qib bir chetda o'ltirdim. Hatto dasturxon tuzashga qo'l tiqmadim. U konserva, qasqanda pishirilgan qo'y go'shi, mayda pishirilgan to'xu go'shi, kebab, samsa, shokolad, tatliq turim, meva va non to'qash, pechene pralniklarni har xil taxsa qandallarga aplashtirib tizdi. Ko'rdingmi? Dedi u hatto eg'iz surtadigan kichik chosa yog'liqlarni qo'yib bo'lgandan keyin. Çetel melikisini kütüşke yaraydan yigitmen. Kızlarının sig'ila 70 yuan hajlandi. Hangdan qalsın. Qizlarni bağlaydigan yip mushu pul bilamsan? Pul bilan har qanday qizning ko'nglini setib olg'ili bo'ladi. Oqshomliqqa pikap yollaymiz. 200 so'm kasimi mayli. G'ulji yigitlarning mardligini ko'rsatish uchun dadamdan qolgan dunyoning hammasini hajlashga roziman. Bunun hammasini sening uchun qilaman ala. Meni avara qilish uchun buncha pul hajlash ahmoqlikning to'liq isbotlab tursimi? Qo'ya, dedi u qo'llarini shiltib. Qizga sening kuyishing yoki to'nglishing menga baribir. Menga lozimi qizlarni sana bog'lab qo'yish. Sen ishonchli bir mo'mi yog'och asov otni sana bog'lab qo'yman-da, ipini tipib likkida minib olaman. Men kulib qo'ydim. U yana valaqladi. Güzelay sana ümit bağlab, başqalar bilan yürümüsla boldi. Bilemsen, onun başqalar bilan yürgününü anlasam, yürükim qepidan chiqib ketadi. Men o qizga o'lgida kuyman. Qiz meni yaratmaydi. Ba'zi kechalari uxlamay, Xudoyimga meni nimishqa bundaq pavoz qapoq, yo'g'am, burun, pit ko'z, ot yuz, do'rday qalpoq qilib yaratding deb tova da'vo qilaman. Pulingchu, nimishqa pulingni uning ko'nglini setib olishga qurbi yetmay qoldi? Tüfe, sana o'xshashlarning chiroyi, naqsha, she'r bilan deganlari, bilim deganlari mening pulimning bozorini o'ltirayotmamdi. Aynakka qarag'ana sening qishing qosh emas. Qizning yuragiga tegadigan o'q. Sening burningchu Lermontov ko'rgan bo'lsa, Bichurunning burnini seninkiga o'xshatgan bo'ladi. Hammadan yomoni sening buni xumarlashib turgan chiroyliq, lekin döt ko'zing. Qizlar sana o'xshashlarni ko'rsa, tartib, menga o'xshashlarni ko'rsa, cho'kimizdek to'ngib oldigan emasmi? Pul bilan Shimoliy Muz okeandek ko'ngilni turpanning 7-8 oylardek qilib etkili bo'ladi. Deytding-ku doim. Men uning og'zini tatildim. Ras bo'ladi, dedi u qo'llarini shiltib. Muz ko'ngilli qizlarni cho'qqa qilganmi pul? Qo'zdek mo'min yigitni xarob qilganmi pul? Vaqti kelganda shundoq bo'ladi, bilib qo'y. Qizlar dastlab chiroyini tanlaydi, oxir pulni xohlaydi. Men qizning chiroyiga emas, sening chiroyingga pul xajlayapman. Chiroyingni menga sotding, bilamsan? Ovoq qiz sana ko'ngil berdi. Oxirda mening olqinimga tushidi. Qini emasa, senmi shehingni tuza, qizlarni jalb qiladigan liriklik she'rlarni, ta'sirli so'zlarni tayyorlab bergin. Men ketdim. Mana onun ketganiga yarim soat bo'ldi. Meni g'am basqilimi yarim soat bo'ldi. Xat yozilgan ustilimda yemak-ichmak, kitoblarim oq qog'ozlar bilan cho'mkalgan. Men mana
hüküm kütüp turgan jinoyatchidek dekkü-dükede qizlarni kütüp turvatman. Yenik toplay avazları, kümüş qo'ng'iroqning ovozidek kulkilar mana mehmonlar kelishdi. U rostla go'zalkan, lekin mening uni go'zal degim kelmaydi. U menga ko'rimsiz, so'g'uq ko'rindi. Uning kulkisimi satkina, men go'zal ayga qaradim. Uning vujudidan sat narsalarni izladim. Mening saqchi apsharkalardek sezgir ko'zlarim uning badini tintishga boshladi. Sezgularim allaqachonla uni bilimsiz, hissiyatsiz, qadirsiz qiz deb hukm chiqarib bo'ldi. Men ko'zlarimning qo'mondonlik shtabida mengamga beradigan xabarlarni kutmoqdaman. Ko'zlarim texchila qarashtirmoqda. Men o'qirmanlarga qizning shu oqshomgi suratini so'z bilan sizib beray. Menga uning aybini o'qirmanlar aytib berib, mening rahmatimga erishsin. U zilva, o'tir bo'y, ikki o'rim tomchichi turmaklanmagan. Eğiz tili bilan aytganda agri teqimiga tushib turadi. Bu chashlar qunduz tukidek tom qora va yaltiroq. Uning qo'l, bo'yin, tomoqlari sutdek oq va suzuk. Avrishim gavdasini ko'tarib turgan putlari tuz va uzun. Qirliq burni chimdib qo'ygandek yorishimliq. Yo'g'on, nurliq xumor ko'zlari kiyik balasidek sezgir ko'zlarini eslatadi. İnchiki qoshlari anar suyidek hal berilgandek suzuk labları usta rassamning qo'li bilan bitgandek nafis va chiroyli. U to'liq yuziga ziniq paydo qilib kulganda xuddi shabnam bilan yaltirgan bir tal g'uncha echilgandek bilinadi. Uning sadabdek oppoq ushoq tishlari g'ollarang lablari orasida yaltirganda go'yoki anar donalari o'rniga sadabdek yaltiroq unchilar patirib qo'yilgandek tuyuladi. Немишқи маңа сәт көрінdiğen bu qizdan ayıp tapalmadımkin deb ko'zlarimga qaydim. Uni azdab mening ko'zlarim qizning kiyinishigimi zo'qlandi. U beshiga holrang zar yog'liq salgan. Bu yog'liq yalt-yut qilganda quliqidagi holrang yoqut ko'zlik oltin halqisidan chiqqan sho'li bilan qo'shilib, uning sutdek yuzida anar suyidan hal bergandek yupqa qizillik paydo qiladi. Qara gullik shepin duxava ko'ngliki əmdila ko'tarilgan ko'kraklari orliqidagi oltin bulapkisi va uning bo'ynidagi kakriva marjon bilan qo'llaridagi uzuklari oltin sapliq kichkina qo'l soati ko'ngliki sirtidan kiygan sus yeshil qayrimi yoqiliq popaykisi uni texmi go'zallashtirgan. Ko'zlarim qizni go'zal deb qarorlashtirdi, lekin go'zalmi sat bo'ladi-ku, ba'zi hasalmi aman tetigan o'xshash. Evansiz bir güzelmi canınğa tekkini üçün öz güzellikini yo'qotadi-ku. Mana bu güzel aymi xuddi shundaq. Uning bütün güzelligi boshqalarni o'ziga tortqani bilan meni hargiz tortolmaydi. Baribir u tamdiki surat, u meningda muhabbat paydo qilolmaydi. Qiz menga qarab tunchi qitim kuldi. Uning ko'zlaridan chiqqan odamni behush qilgan nurlar mening yuragimga tegdi. Yuragim titragandek, biri meni g'idiqlagandek badnimda yo'shirin bir vahimlik tavrinish paydo bo'ldi. Nima? Irodam shunchalikmi? Yo'q, men badnimda havas suyining qimirlashiga yo'l qo'ymayman deb o'yladim. Lekin ko'zlarim irodamga bo'ysunmadi. Ular qizning birla tabassumi bilan barliq o'shmanligi va adovatini qayirib qo'yib, sheriniga talpingan harida qizga qarab intildi. Mening ko'zlarim heliqi chaqda qizning meni kamsitib qalpukini pürüştürgünni, onun tekabburluğunu ko'rgan. Meningda g'azab va nafrat paydo qilgan ko'zlarim bugun birinchi bo'lib irodamga bo'ysunganligi turdi. Demak, hammadan yomoni ko'z ekan. Bu ko'zlar meni balaga qo'yimiz bo'ladi-ku, qizning badanidan ayib tap desam, ta'tiricha uning go'zalligini texmi oshirib o'tgan ko'zlarim bugun birinchi bo'lib taslimchi bo'lib chiqdi. Mana qizga qadili berib meni beyarim qilishga boshladi. Ho'shingdan ketma yana, voy darvish, o'zingni tutib ol. Raqib mening belikimni chimdib turib, quloqimga pichirladi. Pichirlashga ruxsat yo'q, dedi bugun alayda xushxo'ylashib ketgan oila sezgurlik bilan qaqoqlab kulib. Raqibga nima deb kusuldisingiz ochiq aytasiz. Ma'qul, Adila, dedi raqib qizning jaynikidan yenik tutib, ko'zlarini o'ynatib,
Rostini aytsam, bugungi o'ltirish chiroyliqlarning uchrashish maydoni bo'ldi. Menmi o'zimni go'zal yigit his qilyapman. Nemishqa deganda, go'zallarni ko'rib, insonlarning hammasi shunday go'zal bo'lgan ekan, menmi bir go'zalkanman deb o'ylashib, tabiiy bugun nihoyat xushalman. Hayajon ushqunlaridan biri beso'roq sakrab chiqdi. A'loning quloqiga tegib ketdi. Ha ha ha. U nelardir ichib ulguribdi. Biz uningga agishib kulishdik. Men qizlarni ustalga taklif qildim. O'rindiqlarda o'tirishdan burun Odila artistlarga xos hissiyatchanlik bilan kulib turib, "Jonjigar do'stim, go'zalay", dedi u usul o'ynagandek yiqimli harakat bilan do'stining bo'ynini yeni quchoqlab. "Ismimi, jismimi go'zal. Boshda aytib qo'yay, tikilib qaraverishga bo'lmaydi. Echinglar kirib qolsa, bu yerda oshchi mo'may yo'q, lekin bo'libmi raqibga ko'zingizga ega bo'ling. Agar ko'zingizni boshqara olmasangiz, bizga qo'yib bering, biroqla tengib qo'yamiz." "Shunda qilsanglarkan", dedi raqib hayarli qilib. "Bu ko'zimdan o'zim to'ydim. Birinchidan ko'rimsiz, ikkinchidan osh ko'z. Ikkinchi aybni xatarlik ekan", dedi Odila kulib turib. "Qani ala, akiling qo'lingizni go'zallay bilan qo'l elishib ko'rishing. Ranjishlar bo'lgan bo'lsa, unutinglar. Endi do'st bo'linglar. Hozirdan boshlab siz bizning kompartiyaning a'zosi. Har shanba biz billa bo'lamiz. Akalgina go'zal, o'moq qo'lingni a'loning olqiniga qo'y." Go'zallay menga yalt qilib qaradi-da, yuziga shapaq urilgandek quloqlargacha qizirib ketdi. Odila uning nozik qo'lini nemishqidir mening sus titrayotgan olqinimga qo'ydi. "Hey go'zal, a'loni o'qituvchi deysimi, savoqdosh deysimi bo'laverdi. Hey odam desangmi, hey bola desangmi qamlashaveradi. Qani amsa, do'st bo'linglar. Do'st chiman do'st, adash bo'layli. Topgan nonni tangyayli, sening mening demayli. Yig'lamayli, kulmayli, jing tavardek o'ngmayli." Qolg'ini raqib davom qildi. "Chinar o'xshash ko'klayli, atturguldek gullayli, qiyirsaqmi o'lmayli." Ha 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 ha. Choy tartildi. Biz g'izoga tutundik. Go'zalay birdila ichilib, tabiiylashib qoldi. U o'zini erkin tutib tamoqlanmoqda. Bu mijoz bilan u mening zo'qimni qo'zg'amoqda. "Kichik qizga o'xshaydigansiz", dedim men uning erkin tamoq yeyishiga qarab. "Yolg'iz qizmi, tunji qizmi, har ikkilisi. Dadangiz pulliqmi? Raqibkamnikidan kambag'alroq. O'tir maktabni bitirib, nemishqa oliy maktabga tayyorlik qilmadingiz? Naqshchi uchun jiq o'qishning zaruriyati qanchalik?" dedi Odila. "Jiq kitob o'qigan odam sizdek 20 yoshga kirmay turib, 60 yoshlik buvoyidek ig'ir besiq bo'lib ketadi. Go'zal bilan biz kepenak, haridek uchib yurishni yaxshi ko'ramiz. A'loga baho berib boqay. Nomi o'qituvchi, ismi o'quvchi, o'zi bola, ruhiy buvoy. Qandaq raqibga aroqni o'g'irliqcha ichib yuramsiz? Nima dardingiz bor? Kimtang?" Raqib qizishib boshladi. "A'lo qizlarga qizilni, o'zimizga iqini qo'y. Nima deding? Odila o'zi bola, ruhiy buvoy demsina? To'g'ri aytding. Mening do'stim 20 yoshlik buvoy. Ahli qalsiga patmay, sanduqda zapas saqlandi. O'qigan kitobi umridan 100 hassa ko'p. Buning g'alati ishlari jiq. Bozorga birga chiqsak, o'ng'ayla tushib qoladi. Men buni so'zlab ma'man. Bir kamda savol so'rsam, jim qarsam yo'q. Apla deb orqamga yinib izdayman. Qarsang, kitob purushning oldida g'immi yo'q kitob o'qib o'ltirgan. Yanicha texi, ha desila, uyning oshqushini ichidan unutib qilib, sirtdan qulib soladi. 7 qitim qulib yangishladi. Bütün bir kitobni birli o'qib bilib olgani bilan shapkisini nega esishni texchi bilolmadi. Ba'zi kunlari oshxonaga shapkisini ta'tir kiyib boradi. Bir kuni qarsam, mursiga lungisini ortib, qiraatxonaga kirib ketyotdi. Nega desam, monchiga deydi texi. Qizlar kulgan sari u qizib so'zladi. "Bo'ldilar", dedim men uningdan ranjib. "Og'zing bekor bo'lsa, harqingni ishkina. Men bir kitobda 1 yoshni o'qigan", dedi Go'zalay qizirib so'zlab. O'zi 20 yoshga kirgan bilan qarmoqqa 30 yoshda ko'rindi ekan. Buning sababi u butun vaqtini kitobga sarf qildi ekan. "Harpidimi?" dedim men darhol. "Ha, qiz menga
qiziqib qaradi. Siz o'qimagan kitob qolmaganmi nima? İncil bilan Tavratdan boshqa hamma kitobni o'qigan nima bu? Dedi raqib chaqchaq qilib. Odami Sayfullah, Nuhi Nabiyullah, İbrahim Halilullah, İsmail Zabiyullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Resulullah 7 yıllarning ta'limlaridan tartib 50 yillargacha chiqqan barliq izmlarni bilishga bel bog'lagan yigit bu. Ammo lekin 20-asrda 26-payg'ambar tug'ilgan bo'lsa, u tug'ilib bo'ldi, u mana mushu a'lo. Biz kulishdik. Men uning bu mazoq qilishlaridan zodla ranjimadim. Uning maqsadi aniq. U mening og'zimni tatilmoqda edi. She'r o'qig'ini a'lo. Sen she'r o'qisang, men sharvat ishkandak huzurliman. Sening bilan birga yurib oliy maktabning adabiyot fakultetini o'ng'aylab bitirdigan bo'ldim. O'ltirish she'r bilan boshlansin, ammo oxiri tansi bilan oxirlasin. Raqib bugun alayda so'zman xush chaqchaq bo'lib ketgan. Alayda yasnib olgan edi. Qo'ng'ir kostyum, qora burulka kiygan, paxma chochlarini maylab, siliq targan, havorang yippak ko'ylakka to'z suratlik hollarang galstuk taqgan, saqal burti pokiz qilib, attir chechilgan bo'lsa-mu, uning 26 yoshlik yigitlarda bo'ldigan tabiiy jalb qilish kuchidan xoli yuzi hamon tegi-tegidan seriq va ko'kish ko'rinadi. Qizlarning salomatligi va baxt uchun ko'tarilgan romkalar uning kayfini yaxshilash o'rniga ta'tircha yomonlashtirdi. U endi mas bo'lishga o'tdi. Manga zo'rlab yurib, xeyli jiq ichirib qo'ydi. Qizlarmi qizil haraqni ichib ichilgan go'zal ay manga yaqin o'ltirib elib, hilni hilga kulatdi. Pat-patla uning qo'li qo'limga, tiz-tizimga tegib ketadi. Bundaq chaqlarda mening ichimlik bilan uyg'ongan hislarim yigitlik havasimni qo'zg'aydi. İçimde xuddi bir narsa keyni-keyndan etilib chiqayotgandek orqa-orqadan deydim. Bu hol do'stimni ansizchilik salmoqda. U beyaram bo'lib, hadab haraq ichmoqda edi. Sizni gormon yaxshi chaldi deb angladik, dedi Go'zalay betaqat bo'lib. Hozir rosa tansi qizidi. 5-qavatning zalda temir yo'l fakulteti bilan siyosiy qonun fakulteti birlashib tansi uyushtiribdi. Berib gormon chelib bersangiz yaxshi bo'ladi. Men sizga dedim-ku, dedi raqib keypdan va shahvat ishtihosidan yumilgan ko'zlarini o'ynatib. Tansidan ko'cha saylisi a'lo. Biz hozir to'timiz Xuanxi bo'yiga boramiz. Xuanxi daryosining kashki manzarasi nihoyat go'zal. Sahibxona a'lo bizni taklif qilsa, biz bu taklifni qabul qilamiz, dedi Adila raqibga qarab qo'yib. Men Go'zalayga qaradim. Qiz mening gapimni kutib turadi. Men nima deyishimni bilolmadim-da, o'ylanmayla. Go'zalayning ra'yi bo'yicha bo'lsin, debatdim. Go'zalay sho'xliq bilan chavakchilib qo'ydi. Undaq bo'lsa tansiga, dedi Go'zalay barmoqlarini belmiga tekkizib. Qani a'la, amisi yuring. Men mehmon do'stlik ko'rsatdim. Mashada ko'ngil ochayli Navoiyning mundaq bir she'ri bor. Bazim ara ger yo'q ney bilan naf, ham yomon irmas ün bilan kaf. Bu yerki ün degini naqsha, kayf degini chavak. Bugun soz yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, hozirgi she'rimizda aytilgandek, ney bilan dab bo'lmasa-mu, naqshi bilan chavak bor. Qizda aytimiz, men charchamay chavak chalalayman. Bu gapim raqibga yoqmadi. U menga olib qo'ydi. Men rostla shu topda kechida qizlar bilan daryo bo'yini o'ynashni xohlamaydim. Men hali ham bo'lsa-mu, bu o'yinni oxirlashtirishni xohlayman. Chunki men sezyapman, mening badnimda bir xatarlik tuyg'u paydo bo'ldi. Men bu tuyg'uning ulg'ayishini xohlamayman. Iroda kuchi bilan uni bir vaqtda yo'qotishim kerak. Qoshirning tili bilan aytganda, bu tuyg'u bir ekak. Bu ekak menga nurg'un avvatchilik tepib berdi. Men nurg'un vaqtim, aqlim, yurak qilimni sarf qilib etaman. Vaqt mening hayotimning dasmayisigu, mening shaxsiy turmushimga bosib kirayotgan mo'no qizdan tezroq qutulay. Kitob ko'rish, yezish, o'ylash mening turmushimning mazmuni emasmidi? Mana boshqalarga zerikishlik tuyulgan mushu narsalar men uchun tansi bilan sayladin ko'ngillik. Chunki men ashular bilan o'z murodimga yetalayman. Men tansiga kirishga qarshi,
dedi raqib o'rnidan turib. Tansi degan doim bor narsa. Men buni unutulg'isiz shanbani sayli qilib o'tkazishni yana taklif qilaman. Pikap yollayimizda shaharning sirtiga chilonliqqa chiqib ketamiz. Qizlar bir-biriga qarshib qo'ydi. Men endi raqib bilan kelisholmaydiganligimni tushundim. Men bu taklifga qatnasha olmayman. Chilonliqqa sayli qilishni kunduziga o'rlashtirishqimi bo'ladi. Raqib menga olaydi. Odilammi norozi bo'lib. Yolg'iz bizlar emas-ku, u yerga chiqadiganlar, hatto qo'nib qoldiganlarmi bor-ku, biz nemadoq biror soat aynib mashina bilan qaytib kelsak. Shuncha xijil bo'lish ketmaydi, dedi Go'zalay menga yer ostidan qarab qo'yib. Ovozga salayli. Ozchilik ko'pchilikka bo'ysunadi. Men sayliga qo'l ko'tardim. Qani menga qo'shildiganlar qo'l ko'taringlar. Men yolg'iz qoldim. Qarsam ular ikkidan olti qo'lni ko'taryapti. Men ular bilan birga ko'chaga chiqishga majbur bo'ldim. Ikki qiz o'tirdi. Biz raqib ikkimiz ikki yonda. Raqib Odilani qo'ltiqlab, men bo'lsam Go'zalayni yondab ketib boramiz. Tömür yo'ldan o'tishimizga oldimizdan 3 yigit chiqib keldi. Ulardan biri egiz bo'y, budur chashliq yigit bizning oldimizga kelib, yerim uyg'urcha, yerim qozoqchilab. Raqib og'ay, sizga ikki egiz gapim bor dedi. Raqib bizdan ajrab chiqib, uning yeniga bordi. Ular go'donlashdi. Raqib bizga anglitib turiblar. O'g'il bolachilikmi shu, qizning ixtiyori dedi. Ikki qiz mening ikki qo'limga ching esil olgan edi. Go'zalay quliqimga lavlarini yiqib degidek. Xudo haqqi, tezroq ketayli, men uningdan qo'rqman. Meni ko'rsa yeydigandek qaraydi. Mas bo'lib olib, kecha derizi tuvida jirlab, sat gap qilib chiqadi dedi. Mening quliqimga tunji qetim qizning issiq tiniqi tegmoqda. Bilaklarimni bo'lsa, men hozirgacha kitoblarda ko'rib kelgan bir go'zalning nozik qo'li umid bilan va yordam talab qilib tutmoqda. Mening vujudim o'tdek qizidi. Mana shu chog'da men kitobdagi qizlarga taqobil turib kelganimni, haqiqiy turmushdagi men taqobil turishga, o'z-o'zimni qo'g'dashga va'da qilgan qizlarga mana amdila dush kelganimni bildim. Vujudimga o't yoqqan qizga xira yo'riqda qayrilib qaradim. Uning shodliqdan texim xumorlashgan ko'zlari qo'llarimdanmi o'tliq. Men hozirgacha ko'rgan va o'qigan narsalarning hammasidan qudratli bo'lib bilindi. Men bundaq qudratli ko'zlarga bardoshlik bera olmaydiganligini bildim-da, uning ko'zlarimni qochirdim. Bo'libmi o'tliq muhabbatga intizor bo'lgan qiz ko'zning hujumi meni lanqirtib qo'ydi. Navoiyning she'rlaridan yodlab olgan muni misralar darhol yodimga keldi. Said o'ldi ko'ngil ko'zlaringga va ha qutulurmu bir qushki oning qasidida bo'lg'ay ikki sayyat. Ko'zlaring ko'nglimning piyiga tushdi. Ikki ovchi qo'g'lab kelayotgan qush qandoqmi qutular? Siz uningdan meni himoya qila olmamsiz. Qiz biligimni ching mojib shundoq dedi-da ko'zlarimga talmirdi. Men iroda, qat'iylik to'g'risidagi o'zimga qilgan va'dalarimni birdala unutib, qaysi bir vijdonli yigit qizlar uchun jinini pido qila olmabdikan, devatdim qaysarlik bilan. Rahmat sizga. Ashu rahmatning kuchi bilan raqiblar tarafga qarab menib ketdim-da, ularning oldiga to'xtab. Apsiz vaqtda munozara boshlab olgan do'stlarim, safarimizni davomlashtirib qandoq dedim. Heliqi egiz yigit raqibga shiltib so'zlayotgan qo'llarini birdila mening burnimga akeldi va qo'llar bilan havoda doira hosil qilgandan keyin sana apsiz bo'lgani bilan bizga aplik vaqt. Senlar o'qituvchiligingdan foydalanib qizlarni ozdirib dedi. Qo'lingizni joyidaroq ishlating, dedim men uning zo'ravonligiga qattiq g'azablanib. Yur raqib, bular bilan so'zlashgidek ishimiz yo'q. Men raqibning qo'lidan tortdim. Egiz yigit og'izni buzdi. Raqib uningga go'laydi. Jidal bo'lish oldida men egiz yigitning oldiga kelib, yiqimli ovoz bilan jidal qilg'icha biz bilan birga sayliga beringlarchu, yuringlar, birga o'ynab kelaylik dedim. Mening samimiy gapim egiz masni yumshatdi. U o'ng qo'lini ko'kragiga qo'yib, ta'ni aralash rahmat aytdi. Sex yigit, sizlar sizmi tomoshimiz joyida. O'g'il bolchilig'ingga rahmat. Qo'lingdan kelsa gul qiz demakchimi sen? Noit yaxshi. Rabil, Karim, yur, ketdik. Ular qiyoqas cho'qan bilan kulishdi-da, ondan
Biri ushqirtib jir boshladi. Qolganlari og'il-tag'il ovoz bilan jirlashib bizdan yiroqlashdi. Biroq bizning raqib tutilib qoldi. U qizlarning yeniga kelib, "Ma'qul, birga o'ynaylik desa qanday qilarding?" dedi. U menga xafa bo'lib, "Toza oshqoqim aralashgan bo'ladi. Mayli emasmi?" dedi Adila norozi bo'lib. "Har kim o'z puti bilan mang'udi, o'z og'zi bilan so'zlaydi. Ko'ngilsizlik bo'lmamdi?" dedi raqib xafa bo'lib. "Bu daroza bor yerda jidal bo'lmay qolmaydim. Uning jojisi siliq gapkan-ku", dedi Adila kulib turib. "U bor yerda jidal bo'lmay qolmasa, bizning a'la bor yerda har qanday jidal besiqidi ekan-ku." Xuanxo shovqinsiz, asta ahmoqda, ay nurida oqirib yotgan kang daryo birla qarmoqqa uyib qolgandek ko'rinadi. Kashkuzning ishki soğuq shamili seriq yo'pirmoqlarni saqlab qololmagan chilan shoxlarini uchtak chalg'uzidi. Daryo bo'yidagi quram toshlar orasida o'ltirayotganimizga 2 soatdek bo'ldi. Sumkalarimiz bo'shab qoldi. Uyda yeyilmagan go'sht, so'g'uq samsilarmi qolmadi. Bizning raqib obdalla mast bo'lib qolgan edi. U ha deysila Güzelayning biqiniga kirib oladi. Adilaning qizil haraqning kuchidan paydo bo'lgan qizg'inligi endi tugagan. Uning ajoyib to'lqinliq ovoz bilan aytgan naqshlarimi, chaqchaq kulkilarimi tugagan. U xafa va parishon holda tosh ustida daryo qarab o'tiradi. Raqibning uning bilan hech kori yo'q. Ha deysila Güzelayni cho'rgilaydi. Bu hol mening hissashligimni qo'zg'adi. Navada qiz daxli taruzga uchirmagan bo'lsaydi, men balkim qizga bunchalik hissashlik qilmagan bo'lar edim. Mana raqib Güzelayning oldiga bir romka oq aroqni ilib keldi. "Mushuni ichsiz", dedi u santirilib turib. "Ishmisangiz qattiq xafa bo'lman." U qizga shunchalik yaqin keldiki, qiz ixtiyorsiz mening daldimga o'tdi. "Ishmayman, Raqib aka", dedi qiz titrangi ovoz bilan. "Siz bo'lsangiz boshliq, biz bo'lsak o'quvchi. Bizni haroqqa zo'rlasangiz qandoq bo'lg'ini?" Boshliq o'quvchi degan so'zlar maktabga qoldi. Biz Xuanxi bo'yda. Biz hozir barobar do'stlarimiz. Akilingga qo'lingizni. "Voy ala, uni tutib oling." Qiz yig'laydigandek qilib menga yepishmoqda edi. Men raqibning qo'lini tutib oldim va g'azabimni ichimga yutib yolg'ondan kuldim. "Menga tut, men ichman." "Yo'q, Güzelay ichidi. Mening uchun ala ichidi", dedi qizmi ruhlanib. "Rostmi, shundaqmi? Alani o'zingizning vakili deb tonimsiz? Mana xo'shallik, akal, o'zim ichman. Xo'shallik uchun, do'stimning g'alabasi uchun ichman." U birli ko'tarib ichibdi. Ikkinchi romkani yana ichmoqchi bo'lib edi. Men romkani tutib oldim. "Menga bergin, men ichaman. Amsa she'r o'qi." "Ma'qul, men Navoiyning she'rini o'qidim. Saqiya men yutmagan xunabi hijron qoldimi? Bermisang may endi qon yutmoqqa imkon qoldimi?" Ma'nisini ayt. "Ey Saqi, men yutmagan hijron xuni qoldimi? May bermisang menda yana qon yutish imkoni qoldimi?" "Yaraysan", dedi Miramga urib raqib. "Joyiga tekkizding. Mana ish, qon yutqidek holga kelmading texi. Endi kelsin, jazman kelsin. Qandoq dedim Güzelay? Mas bo'lib qolman, icholmayman", dedim men qizlardan xijil bo'lib. "Iching", dedi Güzelay ajoyib nurlangan ko'zlarini xumalashtirib. Ay yo'rig'ida uning yuzi shunchalik go'zallashgan ediki, men rostla qizdan ko'zimni uzolmay qoldim. "Güzelayni tasvirlab she'r o'qi", dedi raqib endi o'zini tutib ololmay. Men to'ldirilgan romkani biroqla ko'tarib İçimge çok tushgandek bütün a'zoyim qizib, she'rin tuyg'ularim yuzimga va ko'zlarimga qon bilan urg'ib chiqdi. Menga bu kecha to'limi go'zal ko'rindi. Oqirib yotgan daryo, yiroqdagi osma ko'rik ustidan tushgan sho'la, qirg'oqdagi yo'pirmoqsiz daraxtlardan tashlangan izg'irin ko'z yashamilida nozg'ib turgan oq xasiga yuz tushirilgan qora kashdek ko'rinadigan olli ko'ngilgilar. Qirg'oqdagi quram toshlarga asta va ritmli urilayotgan sog'ish suvning bulduq goj-goj qilgan g'alati ovozlari, neriqi qirg'oqdagi idar qapdallaridan g'ilpal ko'rinib turadigan tog'liqlarning chiroqlari, daryoda tamkin eqib kelayotgan to'lin qo'lvoq ustidagi dehqonning tushuniksiz naqsi va naqshining
urilayotgan paloq ovoziga moslashishi. Qisqasi, daryo bo'yining hamma nimasi menga go'zal va sirliq bilinishga boshladi. Men ichimlikdan va go'zal ayning menga inom qilgan tushuniksiz sirliq xushalligining kuchidan raqibning talbiga o'ng'ayli ma'qul bo'ldim. Savutib taqdim qilgan she'rlardan go'zallikka beg'ishlaydigan misralar birma-bir yodimga kelishga boshladi. Men klassik shoirlardan bir nechasining go'zallarga beg'ishlagan she'rlarini o'qib beray. Tövəndəki misralar Səkkakinin. Boyun tek bütmədi bostan ara səvri ravan, ey can. Yüzündək həm açılmadı, çimende gülistan, ey can. Bu şiirinin mənisi mındaq, ey söyümlük yar. Bostanda birer sərvi, dərəxi, boyundək güzel yaralğını yox. Çimen zırlıqda heç qandaq gül, senin yüzündək çiraylıq içilğını yox. Pah yaraysan əla, işləməmsə, toxta, yeni bir neçə dey, ondan keyin oqu. O romkini öz qolu bilən levimə təkküzdi. Mən güzel ayğa qaradım. Qız maqtaşdan məs bulub, hazırla mağa taşlandığanda görünətdi. Oquna, hey Adilə, anlığına acayip şiirlər, hə? Mən əmdi uluq şairlərimizin Lütbinin muşu məzmundakı şiirdən bir neçə misra oqub berey. Haq ol künkim camalin bar idi budur, cahan hüsn barın sizge beripdur. Pəriyu adəmi munda xub erməz, pəriştə güya köktün inibdur. Quyaş aydək yüzünün xicərlətidən qaçıb tördüncü kök özə çıqıbdur. Mən sözlərini danı qılıb düşünçlük oqudum. Məslikdən kelib çıxan hissiyat və yaşlıq təlpinişləri qoşulub şiirini təsirlik oqubdu mən. Qız birdila yüzlərini alqanları bilən to'rib oldi və "Viyey, aşırıvətdiniz" dedi. Raqib naq mushini kütüb turgandek mening qulqimga oldirab pichirladi. Hərəkət qil, əmdi qız sening quchoqlashingga taqqaza. Bugun bularni qondurimiz. Men biri beshimga so'g'ib suv qo'ygandek andikdim. Men gap qilg'ucha raqib Odilani oldiga bordi-da, uningga haraq zo'rladi. "Ich, bir romka. Әкелің өзім қойып ішімен." Рақып haraq bilan romkini Adilaga berdi. Adila çuvilgan çaşlarını keyniga silkib qo'yib, daryo bo'yiga keldi-da, ovozli qilib: "Men bu she'r o'qiyalayman, anglab turinglar, ha?" U g'ulichini kerdi-da, so'zini davom qildi. "Ich Huangxi, senmi mas bo'lg'in. Mau bizning mudirdek talva bo'l. Mau yosh olim a'lodek hissiyotli bo'l. Ich, ma bodulgisi bilalla ich." O haraq bilan romkini daryoga qartib atdi. Bizning tamoshimiz so'g'uq va ko'ngilsiz axirlashdi. Odamlar qaytishayotgan ekan, bizmi mashina yollash bekitiga kelib, mashina yolladik. Xeyliqcha jim mengishdik. Bir kamda shopirning yenida bir uxlab, bir uyg'onib o'ltirgan raqib birdila beshini keyniga burdi. "Tashlayotganing nimasi, Adila? Bizni mas qilib qondirib qilib, nima qilmoqchidingiz, raqibga?" Көңіл деген назық, көңіл әйнек оқшаш қадақ тұтмайдыған нәрсе. Сұнған нәрсені қадашның хажет жоқ. Адила ғудыңшыды. Güzellay xiyal bilan kelvatadi. Uning badanidan manga issiq o'tib turadi. Hatto uning hayajon bilan tuydirmasdan ulug' kichik tanishlarmi manga anglab turadi. Әдісінен boshlab men o'zimni qizlarning qochirdigan bo'ldim. Men Güzellay bilan muhabbat edilishishdan qo'rqatdim. Chunki bu xil go'zal hissiyatchan qiz bilan muhabbatlashish hisobiga men nurg'un o'g'inish vaqtimni, qizg'inligimni qurbon qilib etgan bo'lardim. Azobli kunlarni tarsammu, men kitoblarim va qadrdon ustlarim bilan vaqt o'tkazishni xohlaydim. Qiz meni ko'rsa yerga qarab o'tib ketadigan, menga so'g'uq muomala qiladigan bo'lib oldi. U albatta mening talab qo'yishimni, muhabbat izhor qilishimni kutayotgandi. Men bu taqozoligini sezdim, lekin men bunday qilishga petina olmaydim. Shanba kuni kinodan chiqib kelyapman. Havo sovuq, issiq yotqimga oldirayman. Klub joylashgan to'plikdan oldirab tuvalib kelibsam, bir qiz pakar orchilarni yandab asta minib ketib o'tibdi. U keyniga burildi, meni ko'rdi va qadamini aslatdi. Men uningga yonishib keldim. Vujudim o't bo'lib yondi, putlarim titirdi. Yigit qizlar jip-jip bo'lishib sirtqi mengishdi-ku.
manga nemishqa mumkin emaskan, qadamlarim ostildi. Lekin shu chaqda mening ishkapdagi kitoblarim meni chaqirtayotgandek bilindi. Men darhol qizni ko'rmasga selib qadamimni tezlatdim. Lekin yotoq kelib karvatga o'zim tashladim-da, ichimdagi o'tni o'chirish uchun shuncha tipirladim. Hech amal bo'lmadi. Oxir uydan sug'urilib chiqib, yana hilqi pakar archilarning yeniga bordim. G'uva chiriq yo'rqida archilarning g'amkin sayillarla turadi. Men gulliklarni, sun'iy tog'ni arildim. Tökülgen yopurmaq, solashqan gullar, yopurmaqsız mejnundallar manga o'xshash miskin va parishon ko'rindi. Tömür yo'l bo'yidagi semut yo'lni bo'ylab tantarbiya maydoniga, ondan keyin klubning oldi bilan boya qaytgan yo'limga bordim. Odamsiz yo'llarda mening yurak to'lqinlarimni bosalg'udek hech narsa uchirmadi. Men qizlar yotqining ostidagi maydonda qarg'ay daldasida uzoq turdim. Güzalayning yatqi birinchi qavat edi. Yotoq g'uva yo'ruq, derazaga parda tortilgan. Nepis parda ichida bir tal tom chechini oldiga tushirib olgan Güzalay dugilak aynakka qarab, enkini ikki jaynikiga tirib, xiyol surib o'tiradi. Men rostilla ko'rdimmi yoki tasavvurimmi, bu tarbi muhim emas. Kechalar xiyol bilan uyqusiz o'tmoqda. Mening tartibli turmushim o'zgardi. Kechisi el yotqudan keyin maktab qorusini aylanish, qizlar yotig'iga qarash, kunduzlari bekordilla nurg'un vaqtni quruq xiyol bilan o'tkazish mening mashg'ulotimga kelib qo'shildi. Meningdagi o'zgarishni birinchi bo'lib jonlovshi sezibdi. U bu ahvolni Majurunga ma'lum qilib ekan, Majurun meni bir kuni ishxonasiga chaqirdi. Qizga oshiq bo'ldingmi? Ha, men gunohkor odamdek yerga qaradim va bo'lgan ishni to'liq aytib berdim. U diqqat bilan tingshidi va miyqida kulib qo'ydi. U mazlik chay qo'ydi-da, yoshlikda bo'lgan ish. Kim bu ishdan xoli bo'la olgan? Irodang bilan hissiyotdan kurash qiladigan payt kapdi, dedi u olqini bilan sochlarini sepab qo'yib. Yoki irodang bilan o'zingni qattiq idora qilib, hech qanday yigitlik havasiga yo'l qo'ymaysan. Yoki bo'lmasa, shu qizga o'ylansan. Oldinqisi qiyin, lekin foydali. Keyingisi o'ng'ay, biroq sana ziyonli. Qaysini qilamiz? Birinchisini, dedim men tasda g'udingshib. Bu ishda o'zim ketkizib qo'ydim. Qizlarni mehmonga chaqirishga yo'l qo'ymasamla bo'ladi. Irodam ching emas, dedi Majurun gapning bo'la yerini etib. Baribir boshqa joyda uchrashding. Sening u qizga bekordinla uch bo'lib qelishing chatoqning boshlang'ini. Meningcha sen bir necha yil bosh cho'kirib ishlasang bo'ladi. Qizlar degan yigitlarning xiyolini o'ng'aylab band qilib oladi. Bundaq bo'lganda hech ishning mazasi bo'lmaydi. Ma'qul, o'zingni bir sinab baq. Azoplansangmi qizni xiyolingdan chiqarib etishga tirishib baq. Hozir muni abdingdan qaraganda ko'p vaqtingni qizga, oz vaqtingni o'rganishga ajratayotgan o'xshaysan, rostmi? Men yerga qaradim. Rost emasmi? Qaysi minutda Güzalayni o'ylamadim. Men akdinoma yozdim. Yolg'iz uyda yozgan bu nomini irodamni sinashning o'lchimi qildim. Nomining birinchi moddasi raqibdan o'zimni tortish, ondan keyin qizni ko'rmasga tirishish. Mana bugun kechda raqibga ochiq aytdim. Og'indorchilikni yetkazman desang, ko'p kelmagin. Ko'rgim kelsa men boray. Uchrashganda qizlar to'g'risida so'zlama. Majurun degan tunganning aqlimi bu? U menimi hog'icha tanqid qildi. Endi darvish bo'lay debsanda, xayr emisa. Azobliq kunlar, qiyin haftalar, ko'ngilsiz oylar o'taverdi. Qish, bahor faslarini qiroatxona bilan yotoq orliqida menib o'tkazib Mana hozir maktabga kelganimga 1 yil bo'lib qopti. Men xeylidan beri heyliq yigitlik banboshligimni yengib kelyapman. Hozir qiz to'g'risida kamdan kam o'ylayman. Bir necha qitimliq ongliq ta'tir qarashdan keyin qizlarmi meni tashladi. Raqibmi bu to'g'risida gap qilmaydigan bo'lib oldi. Yozliq ta'tilda ekskursiyaga mangdiq. Burna kun ekskursiyadan qaytib keldik. Dengiz suyida yuyinish, tog'larga yamashish, poyezdda terlab pishib safar qilishlar bilan charchagan ekanman. Bir kun medirlamay yotdim-da, bugun mana qadrdan ustilimda yana mukchiyib o'tirdim. Kitoblarim bilan ko'rishdim. Oldimda xanzucha yozilgan kitoblar turadi.
Men bir yildan keyin mana hozir Xanzu tilida xeyli yaxshi so'zlayoladigan, she'rlarni deklamasiya qila oladigan bo'lib qoldim. Gazet turmaq romanni o'qiy olmayman. Oilani boshlab etganimga 2 hafta bo'lib qoldi. Kitapda uchirgan notanish so'zlar bilan tabiat tasviri, hikmatlik so'zlar, Xanzucha maqol idiomlarga ayrim daftarlarni tutdim. Ularni zerikmay radlik qilib yezib chiqaman. Vaqtimni yaxshi taqsim qilib oldim. Xanzucha o'rganish bilan birga yozma adabiy boyliqlarni o'qimoqdaman. Savotovning fikri bo'yicha men adabiy boyliqlarni o'qishni Molla Bilaldan boshladim. Bizning kafedariyaning material bo'limi o'zbekcha Molla Bilal she'rlarining to'plamini oldirdi. Men bu kitobni o'rganish material qildim. O'zimcha Savatov o'zi tuzib chiqqan Chag'atay tili atalg'ularga izohat nomli kitobning qo'l yozmasini foydalanyapman. Bu kitob nashr qilinmagan. Nozugum bilan g'azaliyatni tugatdim. Changmuzi Yusufxonni endi boshlayman. Yozma adabiyotimizni o'rgangandan so'ng adabiyot nazariyasi, falsafa o'rganishga maxsus vaqt ajratdim. Bu bilimlardan tutgan xotiramni borgancha qilinlashmoqda. Dan Joushu, professor Joushu. Bugun meni maqtadi. Endi Xanzu til bilan fikr qilishni mashq qiling. Shu chaqda til o'tkildan tezroq o'talaysiz. Uyg'ur xalq cho'chaklari to'g'risida qisqacha maqola yozib chiqing. Uyg'urcha yozib olib tarjima qilsangiz hisob emas. Bevosita Xanzu tilda yozing. Leninmo til o'rganishda doim boshqa millat tili bilan maqola yozishni eng yaxshi mashq deb qaragan. Men maqola yozishga amdil o'ltirib edim. Pochtikash xatlarni akilib ustalga qo'ydi. Hoshir, Toshpo'lat, Qurmash, Osman Savotovlarning xati ko'zimga tushdi. 3 oy bo'ldi, dedi pochtikash. Siz xat olmag'ili, xatlaringizni yig'ib qo'ygandim. Men uningga rahmat aytdim-da, oldirab Hoshirning xatini ochdim. Salom a'la. Ekskursiyaga minishdan burun yozgan xatingni topshirib olib, hayron qoldim. Sen hozir haqiqiy talib bo'lib qopsan. Xating go'yo boshqa birining nomidan yozilgandek ta'sir qildi. Xatingda qilchimi siyosiy intilish yo'q. Sapla Ahmet Yuknaki, Navoiy, Zalili, Nizarilar bilan to'lib ketibdi. Teg'i menga mol zakaz qilib, divanlar uchirsa, qancha qimmat bo'lsa-mu elib avatib, deginingga o'lmaymanmi? Google'ga xatni yodlab yaxshi qiptikanmiz. Sana Bilniskining birli so'zini qo'lini qo'yay. Seni Lanjudagi Xudoying o'zi kechirsin. Bilamsan, hozir butun jonguliq nimalar to'g'risida so'zilib xalq qo'ng'ishisi, sakrab ilgirlash, po'lat tavlash, jongu tarixida ko'rilib boqmagan ishlar. Savotovning heliqi oshganda aytgan so'zlarining ma'nosiga endi tushundim. Anglagansan, u qanchalik xatarlik odam ekan. Unutma, sen Yoshlar ittifoqi komitetining shujisi bo'lgan partiyaning zapas armiyasi. Bulturdan beriqi siyosiy harakat seningdagi siyosiy intilishni o'stirishning o'rniga tövalatkiligini hayronman. Buningdan keyin Roziya to'g'risida menga hech nima yozma. Anglagansan, Ömer Efendi o'ngchi bo'lib chiqibdi. Sana birli xush xabarni yozaman. Men partiyaga kirdim. Endi men butun vujudimni kommunizm ishlariga bag'ishlagan partiyaning bir a'zosiman. Men ham xushal, ham hayron bo'ldim. Xo'shal bo'lganim Hoshir partiya a'zosi bo'pti. Biz 10-sinfni bitirguncha mana shu ishni hayotimizga eng zo'r ishlarning biri deb qaragan va go'zal g'oya ustida so'zlaganda partiya a'zosi bo'lishni eng zo'r zo'q bilan so'zlashgan. Bir yilga barmayla bu g'oyani birinchi bo'lib Hoshir ishga oshiribdi. Men uningga ichimdan xo'shal bo'ldim, lekin xo'shalligimni hayronlik va tangriqash besib ketdi. Savotovning heliqi oshganda aytgan so'zlari xatarlik odam ekan. Roziya to'g'risida menga hech nima yozma. Ömer Efendi o'ngchi bo'lib chiqibdi. Savatov Uyg'ur adabiyoti tarixi, Uyg'ur tarixi, dunyo adabiyoti to'g'risida so'zladi-ku. Bu so'zlarni bir ilm ahli albatta so'zish lozim-ku. Yoki men rostla vaziyatni orqada qilib, bu tarix to'g'risidagi so'zlarning keynida yo'shirin ma'no borligini sezolmayotmanmi? Men ko'nglimda Roziyaning o'tliq muhabbati to'g'risida qisqalik qilib xat yozdim. Hoshir hayajon bilan javob yozdi deb o'ylagan emasmidim.
xat yozma sababi dadisi o'ngchi bo'lib chiqibdi degan. So'zni mening salmoqliq, aqlli va qizg'in do'stim Hoshir yozdi deb o'ylamagandim-ku. Raziyaning sap muhabbati dadisining o'ngchi bo'lib qelishi bilan jinoyatga o'zgarib qolganmidi, ha? Men Ömer Efendi bilan Raziya to'g'risida ulardan nafratlanayotgan do'stim Hoshir to'g'risida uzoq o'ylandim. Mening bu dunyodagi birdan-bir sirdishadigan do'stim, ikki gavda bir yurak deyishadigan odami bugun mening qadrlaydigan odamlarim va qarashlarimga nafrat bilan qaramoqda. Men xato qilyapmanmi yoki Hoshirmi? Men Savutovning xetini ochdim. Inim ala, ishinaman, siz mendan nafratlanmaysiz. Men bulturqi yilning oxiridan boshlab Po'lat zavodiga emgakka tushirildim. Tarix tadqiqoti siyosiy g'araz bilan bo'layotgan ish deyilsa, balkim sizmi ishonmassiz. Oxir bir parcha ustixonning tarixi bo'ldi-ku. Bizning millatimizning, adabiyotimizning nemishqa tarix bo'lmaydi ekan? Tarix bo'ladi ekan, bu to'g'riliq nemishqa izlanishga, gap qilishga bo'lmaydi ekan? Men kommunistik partiyaga ishonaman. Partiyamiz odil, haqqoniy partiya. Buni vaqtliq o'qishmaslik oxir tuzildi. Bizni qora bo'yoq bilan bo'yab ochiqib, ur-urg'i salg'uvchi oxir oshkorlandi va halok bo'ladi. Qo'l yozmalarimni, qisman kitoblarimni sizga avatdim. Saqlab qo'ying. Navoda o'lib ketsam, sizga meningdan qolgan qimmatli sovg'a bo'lar. O'lmay qolsam, quchoqlashib ko'risharmiz. Iqtisodni qiynaldim. Navoda holingiz yaxshi bo'lsa, muhur puli avatib turarsiz. Qo'llarim g'allab titradi, ko'zlarim tumanlashdi. Yonimga meni taqsim qilg'uchi kadrning buningdan keyin Savutov texi turmaga kirish mumkin degan so'z keldi. Savutovning yeshi 50 ga qarab ketyotdi. Texchi o'ylanmadi. Ne uy, ne shaxsiy halovat bilan hisoblashmasdan xalqimizning kelgusi madaniyati to'g'riliqla o'ylaydi. Bütün hayatını edebiyat ve tarix tadqiqotiga bag'ishlagan bir odam nemishqa qadrlanmaydi-yu. Munu raqibdek hadisli kim, tamoq, qiz, o'yin kulka, mansab, atoq to'g'risida o'ylaydigan odamlar qadrlanadi. Mening hayotimda, dunyoni tanishimda o'zgarish bo'layotamdi yoki sharoitda, odamlarning engida o'zgarish bo'layotamdi. Men nurg'un o'ylandim. Qolgan xatlarni yuzala o'qib chiqdim. Osman Zulxumar bilan oxiri chiqishib qapti. U hozir Urumchiga yo'tkilish ustida izlanib etibdi. Toshpo'lat kichik opasining qizini kedar yili ilib kelgudek, u hozir hadab pul yig'ib etibdi. Qurmash Gulzar ismli bir Uyg'ur qizi bilan yurib etibdi. Osmanning yezishicha, Nomad hozir o'qituvchilikni tashlab qo'yib, maktabning xo'jalik ishi bilan bo'lib etibdi. Yaqinda bir savdogar ayol bilan to'y qilyapti. Ayolning yeshi Nomaddan 10 yosh cho'ng ekan. Do'stlarim o'zgarmoqda. Hayot o'zgarmoqda. Biz maktabdan yangi chiqqanda g'oya bilan do'st edik. Hozir mening do'stlarim bu to'g'risida oz so'zlaydigan bo'lib qoldi. Xiyolidan amaliyotga ko'chmagan yolg'iz men o'xshayman. Men quruq xiyol hisobiga go'zalaydin, ko'rishga tegishli rohat parohatdan quruq qilyapmanmi? Do'stlarim qizlar bilan tepishqanligini cho'ng xush xabar, hayotiga cho'ng o'zgarish qilib yezishyotdi. Men nemishqa bu hayot inom qilayotgan xo'shallikdan bahramand bo'la olmayman? Menga hech to'sqinlik va qarshilik yo'q-ku. Birla yodimga Raziya keldi. Uning xetidagi o'tliq so'zlar qulqim yenidla jarangladi. Men Hoshir uchun uning Raziyaga qilayotgan qo'polligi va xatlardagi rasmiyatchiligi uchun qizadim. Raziyaning nozik sirlarini Hoshirga ishinib etganligim, shuncha nozik ishqa Hoshirning so'g'uq muomala qilishi, buning bilan qizning xo'rlanishi kechirgusiz gunohdek bilinishga boshladi. Men maqsadsizla Longveyshan teg'ining agri yo'llari bilan Shipanga qarab yuqori ko'tarildim. Bütün yo'l bo'yi o'zim javob bera olmaydigan savollarni o'ylab mangdim. Tushdim burunqi vaqtim bosh uchi yo'q xiyollar bilan Shipangda o'tdi. Tushlik uyqudan keyinla g'ashlikdan qutula olmadim. Xanzu tilda maqola yozish uchun maktab qiroatxonasiga bordim. Men jurnal ko'rib jurnalim birdilla yipilib ketdi. Bu qo'pol chaqchaqqa tergib beshimni ittik ko'tarib qarsam, bir jup qiz kulib turibdi.
Qizlar chochlarini büdür qildirgan, sus yeşil rəxtin par qilib shim plata kiyishgan, ulardan güpüldab xushbo'y atir purqi kelib turadi. Bular men yerim yilga yaqin ko'rishmagan odiylar bilan go'zal edi. Har qancha aldirash bo'lsangizmi, bizga 1 soat vaqtingizni sarf qilasiz, dedi Odila kulib turib. Biz paranglashmag'li yerim yil bo'pti. Qarang, yerim yil ichida biz qanday o'zgardik? Siz ko'saydek qaridab ketibsiz. Men 5 qitim og'rib saqaydim. Go'zalchu, bechara do'stim o'ruqlab yikdek bo'lib qoldi. Gapmi qilmaydi, naqshimi aytmaydi. Kashkirgacha ro'molda qo'ydi. 60 yoshlik mo'maydek kan bo'g'izidan turmaydigan bo'lib qoldik. Nimancha o'zingizni qochirsiz? Biz sizni shunchalik qattiq ranjitdikmi? Doktorxonada yotqanimni raqibkam sizga aytmadimi? Yo'qlab qo'yaymi demadingiz-a? Men javob berish o'rniga Go'zalayga qaradim. Qiz menga lap qilib nazar tashladi-da, qizirib yerga qarab oldi. Qiz rostla o'ruqlagan, ko'zlari o'ltirishib, yuz kichiklab, texmi chiroyli bo'lib ketgan edi. Yerim yildan beri bir kun muxiyalimdan ketmagan munu chiroyga qandoqmi tikilmay tura olayman. Birli tikilish bilan vujudimni yana qizg'in bir intilish, kuchli harorat chulg'ib oldi. Men mana shu chaqla bu qizni unutish mumkin emasligini, muhabbat hissini sun'iy yo'l bilan yo'qotish mumkin emasligini bildim. Dengiz suyida yuyunib, qumda yetib, dedim qizlarga. Qara qumda yotgan o'xshamamsiz, shakrab o'rtab etibdimi ya? Odila chaqchaq qilishga boshladi. Bizdek alyumin mijoz yigitni o'rtmak oson gapkan. Men asta javob berdim. Go'zala yer ostidan qarab qo'ydi. Odila mundaq paytni bo'sh qo'yatdimi? Voy deb ketganni teg'i. Alyumin mijoz bo'lamsiz, siz bir cho'yin, toza qora cho'yin. Shuncha o'tqa qoqlisimi tasdiq qilasiz. Go'zalaychu qaranga judab ketganni. Ha. Voy nozuklaray, so'zlashib edinglar. Biz jimjit ketyapmiz. Mening yalang'och bilaklarim arlab qizning siliq bilaklariga tegib ketadi. Men uningga ko'z qirim bilan qarab qo'yman. Qiz g'ijimlab tutib olgan qo'l yog'liqi bilan pat-patla yuzini surtib qo'ydi. Siz ranjib qoldingizmi? Go'zal ay titrangan ovoz bilan meningdan so'rdi. Bizdan o'zingizni qochirib yuraysiz. Bu javob berish qiyin bir savol edi. Rost bilan javob bersam, albatta qiz bilan buningdan keyin qilinadigan munosabat butunlayla boshqacha bo'lishi turgan gap. Qizmi buni tushunadi. U meningdan mana mushu rost javobni kutadi. Lekin men mijozimga yot bo'lsa-mu, yolg'on javob berishni loyiq ko'rdim. O'zimni qochirmadim, vaqt chiqara olmadim. Raqibkamning deyishicha, siz do'stlardan ko'ra kitobni yaxshi ko'rdi ekansiz, rostmi? Bu raqibning ko'z qarashi. Men haqiqiy do'stlikni qadrlayman. Bizning o'rtamizda haqiqiy do'stlik unutilmadi-da, lekin men siz bilan do'st bo'lishni xohlayman. Qiz bu gapni xuddi o'zi so'zlayotgandek asta va yerga qarab turib aytdi. Mening darhalla menmi xohlayman, balkim do'stligimizdanmi cho'ngroqni xohlayman deb vaqirg'im keldi. Lekin o'zimni tutib oldim. Xuddi muhabbat meni xarob qildigandek, mening orzularim, izlanish va emgaklarim mushu muhabbat degan birli so'zning qurboni bo'lib ketadigandak bilindi-da, gapni boshqa temaga yo'tkadim. Radiodan sizning naqshingizni anglab nihoyat xushal bo'ldim. Ovozingiz ajab yoqimli sop ekan. Go'zalay, siz xohlasangizmi, xohlamasangizmi, biz hozir do'stku, siz buningga ishonmamsiz? Mening hissiyotsiz gaplarim qizni ranjitdi. U ulug' kichik tindi-da yiroqlarga qarab o'zining mag'rur, beparvo holatini darhol asli keltirdi. Men uning ruhining cho'nqur yerida bo'layotgan o'zgarishni bayqadim. U o'z sirini bemahal aytib qo'yganlik uchun o'zini o'zi ayblamoqda, azoblanmoqda va xo'rlik his qilmoqda edi. Men uni bu azobdan qutulib olaymanmi? Lekin buning hisobiga o'zimga nihoyat cho'ng azob tepib olman. Gerçi men uni shunchalik yaxshi ko'rsammi, uning muhabbat izhor qilishga ojizman. Men shu topda uning meni mansitmasligini, menga vujudidagi barliq takabburligi bilan hayva va besim ko'rishishni xohlayman. Demak, men uningdan samimiylikni emas, soxtalikni, aldamchilikni talab qilaman. Lekin bu chaqda xiyolimdan Navoiyning mono misralari o'tdi.
Sübhidek her demde gerdun qo'ymag'ay asarini. Naga ehli sidqi ko'ngli mehri ifsha aylasa. Chin oshiqlar o'z ishqini izhor qilmoqchi bo'lsa, palak qachon bo'lmasin, uni sübhidek ochiq oshkor qilib tashlaydi. Mana shu topda har ikkala ko'ngilda bir orzu o't bo'lib yonmoqda. Ularning badani magnitdek bir-biriga tortishidi. Ularning eng shirin, lazzatli yoshlik tuyg'ulari bir-biriga sübhidek ochiq oshkora. Lekin qizdagi iffat nomus, insoniy g'urur, yigitdagi dunyoda muhabbatdan lazzatli narsa bor. U g'oya yo'lda izlanish. Muhabbat bu iznishga to'salg'i bo'lgan narsa bo'lg'achqa, men uni o'zimdan neriga haydayman deydigan sun'iy e'tiqod bu munosib badallarni bir-biridan yiroqlashtirmoqda. Ularning yuragidagi sap narsalarni yolg'on narsalar bilan almashtirmoqda. Men mana bularni bilaman, lekin meningmi saqtlik qilmaslikqa amalim yo'q. Shunday qilib 10 minutlik o'diqishdan, hayajondan keyin biz bir-biriga qaramaydigan, hatto bir-biriga dushmandek qarshilgan ikki odamga aylanib qoldik. Men Beyjingga o'qishga boradigan bo'ldim, dedi Go'zalay sovuq ovoz bilan. Siz bilan xo'shlashib qo'yay dedim. Rahmat sizga. Qachon mangsiz? Bugun kechlik poyezd bilan. Men uzatqili borman. Raqibkam bilan Odila borsa bo'ldi. Siz avvar bo'lmasangizmi bo'ladi. Biz yana jim bo'lib qilishdik. Shuningdan keyin Go'zalay bilan yana xiyolimda mung'dishadigan bo'lib qoldim. Hamon uning go'zal chiroyi ko'z oldimdan ketmaydi. Men odamlar bilan uchrashishni xohlamaydim. Raqib pat-pat kiratdi. Ha desila, Go'zalay to'g'risida so'zlaydi. Men qattiq tergatdim. Bir kun onunga maqsading hal bo'ldi. Men u qizni hozirgacha saqlab keldim. U hiyliqi cho'chakli yigit bilan yurmadi-ku. Endi meni avar qilma. Meni to'li o'yin tomoshaga tortma. 3 yildan keyin men sening bilan muhabbat to'g'risida so'zlashadigan bo'laman dedim. Lekin Go'zalay seni yaxshi ko'radi, dedi u tamakisini qattiq sho'rab. Poyezd stansiyasida ma'lum bo'ldi. Odila ikkimiz ustib borgan edik. Uning ko'zlari tinimsiz holda birini izladi. Ko'zni mushu yoqdan uzmadi. Poyezd mengishga go'dik bergandan keyin u Odilani quchoqlab o'pkidab yig'ladi. Bilib turdim. U sening kelmaganingga yig'ladi. Balkim yo'l bo'yi Beyjing bog'icha yeshi qurmagandi. Sen baxtlichimi? A'la. Qizlarni baxtsiz qilgan yigitlar o'zini baxtli hisoblasa bo'laveradi. Undaq bo'lsa, men eng baxtli, dedim uningga chaqchaq qilib. Sen nurg'un qizlarni baxtsiz qilishing mumkin. Boshqalarni baxtsizlikka uchratishning o'zi eng cho'ng baxtsizlik. Undaq bo'lsa, sen baxtsiz, avoq. Ammo uning o'rnini muni kitoblar bilan to'ldirib olman. Shuning uchun buningdan keyin mening yotqimga kamrak kelgan. Shuningdan boshlab yolg'iz yotoqda eg'ir emgak bilan azobdan, seg'inishdan o'zimni qutuldirmoqchi bo'ldim. Kitob o'qish, yezish, kitoblar to'g'risida o'ylash, she'r yodlash, har kuni 9-10 soat mushundaq mashq qilib berish meni asta-asta quruq xiyoldan ozod qildi. Lekin ko'chaga chiqsam, tamoq yesam xiyolim Beyjingga, Go'zalayning yeniga ketadi. Bundaq chaqlarda klassik she'rlardan ixtiyorsiz yod o'qiyman. Yana sensizin munsim g'am bo'libdir, ko'zimga yurak qoni hamdam bo'libdir. Sensiz mening ulpitim g'am bo'ldi, ko'z yoshlarimga yurak qinim hamdam bo'ldi. Qarayib ko'zimdan badam zar yig'lar, anga shomi hijringda motam bo'libdir. Ko'zim qorong'ulashib tinmay zar yig'laydi, hijron o'tin uning uchun motam bo'ldi. Navoiy. She'rlarni o'qib o'z holimni suratlayman va o'z-o'zimga tasalli beraman. G'amdan, hijron o'tidan qutulish uchun yana qiraatxonaga boraman. Men bugun xalq ig'iz adabiyoti to'g'risidagi maqolamni bitirib Danjavshiga berdim. Shuningdan keyin o'z ishlarimga shunchalik berilib ketdimki, do'stlarimga xat yozishmi vaqt ajratolmaydigan bo'lib qoldim. Xanzu tilda yozgan tunji maqolamdan o'zimcha rozi bo'ldim. Chunki men bu maqolamda Uyg'ur xalq ig'iz adabiyotining paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonini, shu asosda yozma adabiyotning shakllanishini xeyli yo'ritib beraldim. Bu maqolani yozish uchun to'liq 3 oy tayyorlik qilgan. Nurg'un qo'shoqlarni ustozlarning
bo'libmi Li Laoshining yordami bilan Xanzu tiliga o'ngishliq tarjima qilgan edim. Albatta o'zining tunji emgak mevasi odam uchun to'liq lazzatli tuyuldi. Damja shu o'qib chiqib Müramga qo'lni qo'ydi-da, mo'jiza, bir yil ichida mushu darajaga yetmak rostla mo'jiza. Hozirgi til bilan aytganda, bumi bir sakrab ilgirlash, sun'iy hamroh qo'yib berganlik dedi. Men uning samimiy maqtashlarini anglab, xushallikdan ko'z yoshlarimni surtdim. Endi Uyg'ur tilida bir parcha maqola yozing, dedi u meni ilhomlantirib. Sodir polvon to'g'risida yozing. Sizning fikringiz to'g'ri. Shu chog'dagi tarixiy sharoit bo'yicha Ili sultonligini taklif qilish kerak. Siz qo'rqmay o'z ko'z qarishingizni qo'yavering. G'azot dar mulkichinni davr orqa ko'rinish qilishga bo'ladi. Sizga qiyin tushadiganini o'zingiz yozsiz. Harflarni o'zingiz sizsiz. Ondan keyin besib tarqitamiz. Shuningdan keyin men yangi izlanishga kirishib ketdim. Bugun kech kitob ko'rib o'tib, o'zimcha hayajonlandim-da, qo'limga qalam ilib Uyg'ur tilida she'r yozdim. Misralar, kubletlar paydo bo'ldi. Lekin toza ussug'anda uni issimu, buni issimu ussuzlik qolmagandek bir xil sezim his qildim. Qaynab toshgan hissiyotlarim misralarga joylashmayotgandek, hayajonlanayotganim bilan she'r yozayotgan boshqa bir odamdek yuragimda qaynayotgan hayajon misralarga tizganda tarqab ketayotgandek bilinishga boshladi. Men jeli bo'lib qalamimni qo'yib qo'ydim va tong she'rlarini Janglaushi o'rgatgan Beijing talaffuzi bilan o'llik o'qishga boshladim. Aynuri talani yo'ritgan 8-oy osmoni shunchalik suzuk va ko'ngillik edi. Men derizamni ichib qo'yib, ostimdagi sharga qaradim. Sansızlığın yulduzlar har xil ranglarda yalt-yult qiladi. Xuanxi daryosi bir izda to'xtab qolgandek oqirib ko'rinadi. Shaharning tabiatning bu go'zal ko'rinishini she'riy fikr bilan bayon qilsa, qandoq jonliq bo'ladi, ha? Men nemishqa tong shoirlardek fikrlarni ayta olmayman, ha? Men ustozlarning yordami bilan tong she'rlarini tushunishga boshlagandan keyin o'zimning fikr va she'riy tafakkurimda qanchalik kambag'al ekanligimni cho'nqurlab bilishga boshladim. O'zimning kambag'alligimni bilgan sari mening o'rganish qiziqligim oshdi. Men tong shoirlarining she'rlaridan 50 nechisini yodlab bo'lgan edim. Endi qolganlarini yodlab olish uchun tirishmoqdaman. Hozirgi yotqim 2 ig'iz. Yani şu Longvishan teg'ining qaptilida. Yotqimning orqa tarafi bog', nerisida gullik, 4 to'riklik shepang va fontan ko'rinib turadi. Xilma-xil gullar, pishqan olma shaptillar mazlik puroq chechib turadi. Kechaning salqin tog' shamoli bu mazlik puroqlarni burnimga puritib, yumshoq qo'llar bilan sochlarimni siypaydi. Tog' qushlari xuddi meni xush qilish uchun uyqusidan voz kechishgan. Ular har xil muqamda tinimsiz churiklashadi. Bular tabiatning sehiy, orom baxsh mo'jizalari bilan birlashib bilib, Longvishan teg'ini menga bo'shib qilib bergandek va mushu bo'shikdan meni xultishga harakat qilayotgandek tuyuladi. Ishkimni ichib qo'ydim. Men qaptalda bo'lg'achqa o'zimni ostimdagi 5 qavat binoning yeshil qoyishliq dumbisiga dastlab turgandek his qilaman. Ostimdagi shahar bo'lsa bir xilda jimirlab turadi. Go'yo yulduzli osmon, havoli qaptal, uyqusiz shahar, sagak daryo. Umuman tabiatning hammala go'zalligi menga madad berayotgandek, o'qu o'g'lim davatgandek tuyuldi. Xanzu tilda she'r yodlayapman. Bilmagan xatlarni yo'g'on qilib yezib chiqaman-da, maxsus qilib o'rnatilgan ilg'ishlarimga ilib qo'yaman. Tegiga ohang belgilarini aniq va to'g'ri yezib qo'yib, qayta o'qib tilimni ko'ndiraman. Tilim yaxshi ko'ngandan keyin intonatsiya bilan she'rlarni o'qiyman. Men she'r yodlashga berilganda ko'zlarimni bir ichib, bir yumib olishga odatlangan. Faqat orlab dam olganlarimda kecha manzarasining go'zal ekanligini his qilaman. Yaxshi, men cho'chib qaradim. Bo'sug'amda oppoq chochlarini kayniga qartib taragan, oldi uchuq oq ko'nglik, putiga xay kiygan peshqadam odam kulimsirab turadi. Shuji, dedim men hayron bo'lib. Yaxshi o'qidingiz. Men xeyli bo'ldi kelgili. Hech qaray demaysiz. Yaxshi, o'g'inish ruhingiz rostla yaxshikan. Men anglagan, lekin ko'rmagan edim. Shuji, maktab partiya komitetining shujisi.
Uzun yillik tajribalik ma'rifchi. U Yan'andimi bo'lgan ozodlikdan burun oliy maktabda o'qiyotgan chig'idala partiyaga kirgan. Davlatimizning ilm-fan ishlarini rivojlantirishda harmay talmay ishlayotgan rahbar. Shu butun maktabda cho'ng hurmat va inovatga ega. U odamning oz sonliq millatlarning ilm-fan xodimlarini yetishtirish yo'lida singdirgan ajri ko'p. Kishilarning eg'izda hikoya bo'lib yurgan nurg'un ta'sirlik ishlarini shu qatorda meni o'rlashtirish, tarbiyalash to'g'risida bergan yo'l yo'riq va g'amxo'rliqlarni men anglagan. Shujining yotiqimga kirib kelishini men o'ylab boqmagan edim. Shuji mening bilan qo'l elishib ko'rishdi. Ondan keyin mening karvatimni tutib boqdi. Matras salmadingizmi? Yo'q, men tegimni qattiqroq qilib yetishga odatlangan. Yaxshi odat. Sotkasiga necha soat uxlaysiz? Deb so'radi Shuji. Kechasi 5-6 soat, kunduzi 1 soat. Ozlik qiladi. Kechasi 7-8 soat, kunduzi 2 soat atrofida uxlasangiz muvofiq bo'ladi. Vaqt yetishmaydi, dedim men kulib. Mana bu mening vaqt jadvalim. Shuji mening hansucha yozilgan jadvalimni sinchilab qarab chiqdi-da kulimsirab. Bu xatlarni o'zingiz yozdingizmi? Deb so'radi. Ha. Shuji bu vaqt bolasining bir yangi tatliqligidan zo'qlangan otadek xushal bo'lib so'radi. Siz berilib o'rgangili necha vaqt bo'ldi? Bultur 9-oydan hisoblaganda 1 yil bo'lishga az qoldi, dedim xijil bo'lib. Yo'q, dedi Shuji e'tiroz bildirib. Men sizni bultur oktyabrdan keyin yangi o'qituvchilarga berilgan ziyofatda ko'rganim esimda. Undaqda oralda 10 oy bo'ldi. Men qarshilik qilmadim. Shujining mening qachon kelganimni va nimalarni qilib yurganimga ko'ngil bo'lganiga hayron qoldim. Maktabda har millatdan 1000dan ortiq o'qituvchi, 3000 dan ortiq o'quvchi bor. Parkim shujisi hamma odamning ushshaq-tushak ishlarini bilamdigandi ha. Hozir butun maktab uyquda. Shuji bo'lsa, kadrlar ham o'quvchilarning ahvollari bilan tanishib yuriydi. Shuji bu ishlari bilan nimaga yetmoqchi? U odam mushu yo'l bilan yanami yuqori o'ringa erishishni ta'ma qilarmi? Yo'q, u butun vujudi bilan osonliq millatlarning ilm-fan, madaniyat, siyosat kadrlarini yetishtirish uchun ishlaydi. Men xuddi har bir yangi xatni o'zlashtirganimda qanchalik xushal bo'lgan bo'lsam, Shujimu bizning olg'a qarab bosgan har bir qadamimizdan shunchalik xushal bo'ladi. Chunki u bizning partiyamiz topshirgan vazifani o'rinlashtirishni o'zining muqaddas burchi va hayotidagi xushallik, shon-sharaf deb biladi. Qani siz tang she'rlarini o'qing, dedi Shuji kitobni qo'lga olib. Men kitobga qarab turay. Men bu imtihondan yaxshi o'tish uchun tang shoirlarining she'rlaridan 300 parchaning bir beshidan yodga o'qishga boshladim. Men har bir she'rni to'g'ri ohang bilan o'qiganda Shuji xushal bo'lib, qo'shilib o'qib ketadi. Ba'zida mening miramga qo'lni qo'yib olib, xiyol bilan she'rga qarab turib qoladi. Ba'zida bo'lsa, meningdan she'rning mazmunini tushuntirib berishni talab qiladi. Men tortinmasdan har bir so'zni o'qishliq va to'g'ri talaffuzda izohlab berdim. Shuji mening she'rlarimni 1 soat atrofida tingshidi. Men yodlagan she'rlarni texi tugunmagan edi. U mening miramga urib, "O'ltiring", dedi va o'zim o'ltirdi. Siz burun hansucha biladingizmi? Yo'q. Demak, 10 oyda savossiz holatdan bugungi holatga yetibsiz-da. Men gap qilmadim. Shuji o'rnidan turdi va qo'llarini kayniga qilib mengib yurib so'zladi. Bu sinoq natijalik bo'ldi. Demak, siz bizga farosatli yoshlarni tanlab o'qitib, tez fursat ichida yaramli odamlarni yetishtirishga bo'ldiganligini isbotlab berdingiz. Bu fanga yurish qilish davlatimizni zamonaviylashtirish, qaloqlik va kambag'allikdan tez qutulish uchun foydalanishga bo'ldigan bir qimmatli tajriba. Ela, sizning bu ishingizmi bir sakrab ilgirlaganlik. Аңсам бәзләрім мұшы қыл беріліп үгінішіне ақ мұтәхәссізләшіш, yoluğu manğallıq dəbді. Bu toğra əməz. Mən bayatın xetini bilməsəm mu, siz ügünü vatqan pəlsəbəvi və siyasi kitaplarını gördüm. Xatir yezibsiz, kitaplarının içige şünçü cıq bəlgələrini qoyubsiz, berilib ügünü etibsiz. Bizning olimlarimiz, injener, yazğıcı, doktor, o'quvchilarimiz markizm, lenizmni ügüniş lazım. Bu elbette kem bo'lsa bo'lmaydigan bir ilm.
Ular partiya rəhbərligini qəbul qilishi, sosialistik və tinimizni qızğın söyüş lazım. Bu ularning yürək sosialistik vətənimizni qızğın söyüş lazım. Bu ularning yürək qeni bilan бүтüdüğün əmgəklərdə görüliş kerak. Şunun üçün mən ziyalarimizning öz kəsbini puxta bilishini, öz kəsbi bo'yicha cho'ng natija uchun intilishni vatanni so'yganlikning bir belgisi deb qarayman. Ko'nglimdagi nurg'un gumonlar yo'qoldi, nurg'un tugunishlar yeshildi. Demak, men xato qilmaganman. Men Hoshirning ko'z qarashida xatolik bor, kallasi to'limi qizib ketibdi deb o'yladim. Men partkom shujisining oldida qilcha qo'rinmadim. Balkim uni o'z otamdek yaxshi ko'rib qoldim. Uningdan ichimni tatilab, oram bermayotgan masalalarni so'rab, uqib olmoqchi bo'ldim. Shuji, masalan, bir odam o'zining butun hayotini sarf qilib, tarix va adabiyot tadqiqoti bilan shug'ullansa, unda odam qadrlanishi lozimmi, jazolanishi lozimmi deb so'radim. Shuji kulib ketdi. Oppoq chechini olqini bilan silab qo'yib, tapsa bilan karvat orasida bir necha qitim mangdida so'rdi. Masalan, kimni demoqchisiz? Men Savutovning ahvoliy tarixiy to'g'risida bilganlarimni so'zlab berdim. Shuji mening o'tilimga kelib o'ltirdi. Uyg'urlarning tarixiy madaniyati to'g'risida oz to'la bilaman, dedi va uzoq jimliqdan keyin, masalan, milodiyadan burunqi 72, 85, 88 yillari dinlinglar Uyg'urlar Uxing, Usunglar bilan birlashib, onlarning askarlaridan necha tumani yo'qotganligi, onlarning bu hujumlardan qo'rqib, O'rxun daryosining g'arbiga o'tganligi, 10-asrning o'rtasida Qoraqaynlar podshohi Bug'roxonning Buxoro shahrini egallab, Qashqar shahrini ikkinchi poytaxt qilganligi, 964-yili 965-yillari Uyg'urlar So'ng sulolasiga nurg'un ot, egar, mata, chakman, kala quyruqi, teri mollar, yung setib berganligi, 11-asrning beshida Qoraqaynlar xoni Yusuf Qidirxonning Chiriyaga hujum qilganligi, Chingizxonning Shinjongni besib olishi, hatto 1370-yillari To'mirning Balx shahrini poytaxt qilganligi, Finjovshin qatorliqlar tuzgan Uyg'ur tarixiga doir materiallar to'plami Xanzuchi nashri 163-bettagi jadvalga qaralsin. Mana mushundaq yilnomlarni ancha-muncha bilaman, lekin adabiyot tarixi to'g'risida material ko'rmadim. O'rganmoqchiman. Siz menga Uyg'ur adabiyoti tarixiga doir qisqacha bir material yozib bering. Men ko'rib chiqay. Tadqiqotchilarni qadrlash lozim. Qadrlashlar ko'pay qilmaydi. Tarbiyalash, o'stirish, ularga madad berish lozim. Mana bu bizning vatanimizning madaniyat g'aznasini beyitishda qilishga tegishli bir muhim ishimiz. Men Shujiga adabiyot tariximizni qisqacha tanishtirdim. Shuji yotoqdan chiqadigan chaqda mening qo'llarimni chang qisib xo'shlashdi. Men atsila Uyg'ur klassik adabiyotining qisqacha katalogini tuzdim. İslam dini kirishdan burunqi adabiyot to'g'risida, masalan, obidalar, oltin yoruq, o'g'iznoma qatorliqlar ustida Duanjavshu qisqacha ma'lumot yozdi. Men Qoraqaynlar davridan tortib Molla Bilal, Molla Shokirlargacha bo'lgan adiblarimiz ustida bilginimcha yozib chiqdim. Albatta, mening yozib chiqishimda Savutov avatgan kitoblar bilan qo'l yozmalar yetakchilik qildi. Oradan 10 kun o'tgandan keyin Majurun mening Beyjingga qadimgi Uyg'ur tili va adabiyoti tarixidan bilim oshirish uchun o'qishga borganligimni uqtirdi.